Yana men sizlar bilan ko'p kamdan xursandman. Sizlar bilan yangi tanishyapmiz. Minecraft'da o'ynaymiz. Qani ketdik. Hozir sizlarga Malanosey degan nomli qishloqlarning uyini rosa ham ko'p katta top beraman. Yomon katta bo'ladi. Qani ketdik. Hozir kichkina bilan deysizlar mana. Malanosey deylik, yaxshilab ko'rib olinglarmi? Kiramiz. Hozir do'stlar mana adashibmiz. Hozir mana buni yozib qo'yibmiz biz hozir mana yozib qo'yibmiz. Hozir boshqatdan qilamiz. Mana ketdik. Mana mama degan qo'shilgan ekan. Biz qo'shilgan qilmabmiz. 2 ta o. Mana do'stlar. Ko'rdingiz? Qani ketdik. Endi bunaqa suvda chiqasizlar. To'ringizda qishloqlarni uyi mana. Ko'ryapsizmi kattaligini? Bunaqa qishloqlarni uyini ko'rmagansiz. Endi qishloqlarni qumli uyini ko'rsataman. Qani ketdik. Do'stlar, mana bu yerga kichkina bilan qum deysizlar. Kiradi. Qumli bo'lsa chiqadi va mana. Do'stlar, qumlik bu. Joy bu ham unchalik katta emas. Lekin qumlik qishloqlarni uyi. Bu yerdan sahroni topsangiz ham bo'ladi. Qani ketdik. Shuyoq ko'rasiz. Piramidani ko'rsataman sizlarga. Do'stlar, hozir bu bazada emas edi. Mana bu yerga qattiq emas, yumshoq bilan, kichkina bilan desangiz qishloqlar uyi chiqadi bunda ham. Lekin bunda kichkina chiqadi. Alohida. Mana do'stlar. Hozir sizlarga mana bu tomlik uyga kirsangiz bu boy qishloq bo'ladi. Bu boy qishloqqa kirasiz va kirsangiz sandig'ida yashiroq narsalar bor. Bunisida emas ekan, endi keyingisini qaraymiz. Oltin ham chiqib qoladi. Olmos ham men ko'rganman. Mana do'stlar, mana ko'rdingizmi? Kumush va mana bu girga portalga kerak narsa. Ko'rdingizmi? Shuni siz ham yozib bering, rostdan chiqadi. Bu yerdan piramida chiqadi.
Bana ketdik topamiz. Tapıp ko'ramiz, men bilmayman. Lekin chiqishi mumkin. To'g'rimi? Ana bitta uy ham chiqdi. Piramidaning haligi nima yarimi. Do'stlar, shuni tayda piramida kirasiz. Ko'milgan piramida. O'sha haligi damlalarni ichib olaylik. Ko'rmayapmiz bo'lmasam. Bu damlamani olib ichib olamiz. Do'stlar, mana piramida. Ko'milgan piramida qarab turing. Do'stlar, ko'milgan piramida. Sizlarda ham o'xshaydi bu. Betini ochib ko'rasizlar va bu sandiqlarda oltin va olmos, oltin va kumush va oltin va kumushlar chiqadi. Bu yerdan tirata chiqadi. Buni o'rtasidan tushsangiz bo'lmaydi, siyoh rangda, olmasam portlab ketadi. Qani ketdik. Endi keyingi sarguzashtlarimizgacha yo'q, xayrlashmaymiz. Yana qishloqlar uyini ko'rsatolmayman. Tugabdi. Xayr do'stlar, keyingi sarguzashtimizgacha.